Bu ko'rib turgan sirkon toshimiz bitta zarb o'zida maydalanib ketyapti. Bunisi birilanib, qancha ursa ham mana maydalanmasdan, aksincha o'sha bolg'aga is tushiryapti ko'ryaptinglarda. Bunisi esa bizda o'sha nefrit toshi bitta urganda bu ham parchalanib ketdi. Bu o'quvchimiz Umid ko'rib turganinglarda shu nefrit toshidan ikki taraf ichida shu o'zini noldan boshlab yasab bitirdilar. Mijozlariga sotib, buni 500 ming so'm daromad topdilar shu o'zini o'zidan. Panterni braslet, buni ham o'zlari noldan boshlab yasab bitirdilar. Ikki taraf ichida to'qilishlariga ham, akkuratligiga ham ahamiyat berish mumkin. Ishlarni qanaqa akkuratni chiqqanligiga. Hozir ham endi mijozlariga keyingi turdagi shu zanjirni yasayaptilar. Agar sizlar ham hali ham zargarlik sohasidan katta daromad topib bo'lmaydi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, unda o'quvchimiz natijasini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Albatta kursga bemalol yozilib, sizlar ham o'qib, bunaqa natijaga chiqishingiz mumkin. Kursga yozilish uchun esa kommentariyada plyus qoldiring yoki bo'lmasam direct orqali murojaat qilsanglar bo'ladi.